uch tomonlama shartnomalarimizni soni va bo'sh ish o'rinlariga bo'lgan talabalarimizni soni bugun ko'p jihatdan ana shu tadbirga bog'liq bo'ladi. Bugungi karyera kunida men Jajja akademiklar maktabgacha ta'lim muassasasiga ishga joylashdim. Bugungi kun menga juda ham quvonarli bo'ldi. Bugungi karyera kunida men o'zimizning tumanimizga ishga qabul qilindim. 18-maktabgacha ta'lim tashkilotiga tarbiyachi sifatida ishga qabul qilindim. Men bundan juda ham xursandman. Asli ish qidirib yurgandim men. Bugun Namangan davlat pedagogika institutida tashkil etilgan karyera kuni ta'lim loyihasi doirasida Namangan viloyatidagi 50 dan ortiq ish beruvchi hamkor tashkilotlar ishtirok etishdi. 500 ga yaqin ish o'rni bilan ishtirok etishdi. 100 dan ortiq talabalar bevosita ish beruvchi tashkilotlar bilan 3 tomonlama shartnomalarni imzolashdi. Chortoq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limidan taklif qilindik. Tumandagi bo'sh ish o'rinlarimizga bitiruvchi yoshlarni 10 nafardan ortig'i bilan bugunning o'zida shartnomalar rasmiylashtirildi. O'ylayman bu nafaqat bitiruvchini avvaldan o'z ish o'rniga ega bo'lishi yoki o'sha kelajakda orzu qilgan idoralarida malaka oshirish imkoniyatini beradi. Shu tomoni bilan ahamiyatli deb o'ylayman. Bizning kompaniyamiz Tourism Information Center and Travel, ya'ni turistik axborot markazi va sayohat. Bu yerda yaratilgan ta'lim tizimida yaratilgan sharoitlar bilan tanishdik, yaqindan rahbariyat bilan ko'rishdik. Hozirgi kunda bizda kompaniyamizda 5 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari mavjud. Bugun talabalar bilan suhbat asosida gaplashib, ko'rishib, ular bilan muloqot qilib, 5 dan ortiq vakansiyamizga 3 tomonlama shartnoma qilish arafasidamiz.